qiladigan ishimiz nima ekan? Birinchi bot fazerdan tg bot yaratish. İkincisi GPT'den instruksiya so'raysizlar. Free open source model for chat deysizlar. Bir chatbot tg deysizlar. Tilni qo'yishinglar mumkin. Masalan, Python yoki Node.js o'zingizlar xohlagan tilni qo'yib yuborishinglar mumkin. Дальше uchinchi model обязательно yoki download qilishingiz kerak yoki onlayn foydalanishingiz kerak. Onlayn bitta AI modelga bog'langan bo'lishi kerak hozir. Biz o'sha Mistralni ishlatamiz hozir. Mistral 7B ni ishlatamiz. Mistral 7B. Tak. Current deyman. Tak. Download or use model. Mana shunga e'tibor qaratishingiz kerak. Model обязательно bo'lishi kerak. Model birinchi zapusk, agar onlayn ishlatsanglar, birinchi zapuskda keshga olib qo'yadi, kompyuterga keshga olib qo'yadi. Bitta skachasi qiladi, keshga olib qo'yadi. Keyin ikkinchi marta yozayotganingizda уже juda tez javob berib ketaveradi, chunki kopiya qilib olib, o'zini pamyatiga joylashtirgan bo'ladi kompyuter. Keyin uni osongina ishlatib ketaverasizlar. Offline qilsanglar, internet o'chirib tashlab ham ishlataverasiz keyin. Конечно, internet o'chirgan Telegram ishlamaydi. O'shaning uchun men hozir skachasi qilib olib offline ishlataman. Как modelni o'zim kompyuterimda ishlataman. Faqat Telegram ishlash uchun internet kerak bo'ladi. Короче, olib serverga qo'ysanglar bo'ladi, vechni o'zinglarniki bo'ladi. Offline bo'lsanglar. И step by step run commands. Endi qaranglar, bittasi bu agar xatolik bo'lsa to'liq screen yuboringlar GPTga. Chunki bu sizlarni OSinglarni ko'radi. Qaysi soft ishlatasizlar, qaysi programmada fayllar vaqtga ham qarash mumkin, qaysi vaqtda turibdi, qaysi versiya, masalan Pythonning qaysi versiyasi menda, и errorni tekstda. Bular hamma narsani ko'rish kerak-ku. Bu birinchi life hack desa ham bo'ladi. Ikkinchisi botni infolarini screen qilib GPTga bering. Hammasini o'zi biladi. Даже rasmni ham generatsiya qiladi. Bot pikni ham so'rang deb qo'yaman. Bot boshladik. Buning uchun men bitta bot yasab olaman. Chatbot, AI chatbot, my assistant deyman. Endi bot AI assistant bot deb ko'raman. Bu albatta band. Assistant o'z deb ko'raman. Bu ham band. AI assistant bu ham band. AI assistant o'z deb ko'raman. Все, o'tdi. Mana bu meni botim. Mana bu botni tokeni. Endi Давай shuni osonroq qilaman-da. Osonroq qilaman-da. Tak, free open source AI model to create Telegram bot. AI assistant bot. Так, on my Mac M1 Pro. Так, давай.
Hozir qidiramiz. Magistralni aytadi. И DeepSeek'ni aytadi, скорее всего. Mistral, то есть magistral deb hozir. Ketdik. Fake lightweight, runs fast with low RAM. Llama, Tiny Llama bor ekan. Ну, скорее всего, Llama CPP. CMake. Llama Metal Creative Robot Python example. Все, ketdik. Все, demak mana shu ekan. Demak mana shu. Mana shu bilan bosamiz demak. CLI Optimize Apple Silicon. Tak. Boshladik unda. Men, kстати, mana bitta papkam ochib qo'yganman. Shu yerdan terminal ochaman. Bu PyCharm. Pythonda bo'ladi, скорее всего. Men ko'proq Pythonda ishlaganim uchun bular Pythonda ko'rsatib beryapti menga сразу. Ketdik. Tak. CMake adashmasam bor edi-yu menda. Tak, pip install your bot token. Voy, juda oson otdi-yu. Your bot token, menda bot token bor. Mana bot tokenim. Bot tokenni qo'yaman. Polling, Telegram bot yasashda qaranglar, ikkita variant bor. Polling и webhook. Polling bu faqat o'zingizga yaratayotganingizda ishlatsanglar bo'ladi. Bu juda ham tormoz ishlaydigan versiyasi. No 5 ta 10 ta foydalanuvchi yoki sekundiga unaqa parallel zaproslar bo'lmasa, polling normalniy. Lekin kattaroq, seryoznroq proyekt qilmoqchi bo'lsanglar, webhook ishlatishni maslahat beraman. Webhook ishlatishni o'zingizlar kerak topib olinglar. ChatGPTga aytsanglar qilib beradi. Так, optional enhance mode to turn memory, store context in this UI. Speech recognition, GTS multilingual. Кстати, mana bo'yicha speech recognition, text to speech, speech to text bo'yicha men bugun bitta bot yaratdim. Uni ham sizlarga ko'rsataman, qisqacha qilib hali keyinroq. Bu videodan keyinroqmi, oldinroq bilmayman bo'ladi. No, bu ham bitta video bo'ladi. Uni yaratib oldim. Так, metal support. Hozir mana buni kutamiz. Все. Metalni. Все, bu ham bo'ldi. Так, qarang, men praktik o'qimayapman ham. No. New bot olamiz. No, скорее всего, желательно botni bizga kerak bo'ladi. Virtual environment kerak bo'ladi. Butun kompyuterga o'rnatmaymiz-da, uni alohida virtual environmentni ichiga solamiz. Activate и Telegram bot Llama CPP Python o'rnatib olamiz bularni. Так, buni keyingi anaqa upgrade'lar bu summary steps. Model skачать qildik. Compiling Llama CPP. Step Python bot using connect Telegram bot integrated the model output into bot response. Все. Bu чисто men modelni hozir Mistral 7B ni ishlatamiz ekan. Просто mana shuni o'zi. Mana shuni o'zini xuddi ana chatbot qilib, hech nima o'zimizda saqlamasdan Telegramda yozgan xatni xabari Mistralga yuboramiz, keyin uni olamizda qaytib nimaga yuboramiz. $67 megabayt. Etaplarni ko'rasizlar. Men birinchi qiladigan ishim GPTdan so'rayman. Nima qilsam ham, даже o'zim bilsam ham, uveren bo'lish uchun baribir GPTdan so'rayman. Nima etaplarni, qanaqa etaplarni, qanaqa to'g'ri qilish. Birinchi etap mana bot yasab olish bo'ladi. Botni keyin оформление qilishni ham ko'rsataman. Botni оформление qilish ham пока biza mayli botni оформление qilib turamiz. Buning uchun bitta start bosib oldik. Buning uchun biza mybots ga kiramiz. Mybotsda assistant uzbot edit bot. Endi mana qarang.
Endi qaranglar men qanaqa оформление qilaman odatda. Now we need few infos deb qo'yaman. Просто все. Bo'ldi. O'zi tushunadi. Chunki tepada tushunyapti bu bizni chatbot yaratamiz. Uning uchun otdi. O'shani Telegram biladi bu. O'shaning uchun interfeys ham taniydi. O'shaning uchun просто beraman, bo'ldi. Men ingliz tilida yozaman chunki u ingliz tilida yaxshiroq tushunadi. Bilmayman, menga привычка bo'lib qolgan. Все, run qilish uchun menimcha просто Python main mana Python main py. Mana shu o'zida ishlash kerak bizga. Module path doesn't exist. Chunki modul bizda mana ichida adashmasam. Yo'q, buni ichida emas ekan. Как тупой разработкani boshlaymiz. Как тупой. Buning uchun men qaranglar nima qilaman. Просто screenshot qilaman, yuboraman. Nima uchun просто полный screenshot qilmayman? U mana buni ko'radi. Main py qayerda turibdi, men mana kodni qayerda yozdim. И lama cpp papkasi qayerda turibdi. И bu yerda сразу terminal ошибкani ham ko'radi. Bittada hammasini ko'radi. Men faqat ошибкani kopiya qilib yubormayapman-da. Buni общий kopiya qilib screen qilib yuboraman tushunish uchun. How do I run deyman. Keyin o'zi to'g'ri tushuncha beradi. Bu sразу bilyapti menda MacBook, menda PyCharm ichidagi terminal ochganman, papkalarim strukturasi, kodim hammasi. You are getting this error because your model path is not pointed to a real file. Все. Так, modelni sketch qilib olish kerak deyapti. Sketch qilish uchun ссылка ham berdi. Ochib ko'ramiz va buni sketch qilib ko'ramiz. Qabul qilgan joyi yo'q. Все. Sketch qilish uchun Все, qayerda? Use lama cpp python yoki sketch qilish kerak. Clone qayerda bor edi sketch? Все, блин, bittasini sketch qilaman. Qidirib ko'raylik, aynan mana shu o'zi bormi? Все, mana shu o'zi bor ekan. Блин. 32 gigabayt ekan. Tak, qaranglar. Sizlarga bitta zo'r narsa yana ko'rsataman. 1 gigabayt sketch qiladigan ссылкani kopiya qilaman. Хотя o'zim 7 minut sketch qilar ekan. Lekin yana bitta kichkinagina life hack ko'rsataman. Bot cpp download using Aria 2 deyman. Buni can I deyman. Aria 2 degan narsa bor. Parallel bitta masalan 4 gigabaytlik faylni hozir 7 minutda olyapti. O'shani bir 16 tagacha connection ochib 16 barobar tez kopiya qilib olish mumkin. Tak. Rename output you can da uçmamla qilaman. Все, qilamanda. Tak, mana shu o'zida yo'q. Ладно, mana shu o'zida tashiyman va bu yerga uzun URLni tashiyman. URL qayerda? Все. Tamam, URL tashiyman и bosaman. The transfer is started. Error status legend reverse. Короче, еще error berdi. Nima deydi? If there are any errors in
xullas o'xshamadi. Not complete. Download aborted. Demak, parallel sketch qilishga bermayapti. Mana 403 tokeni eskirdimi? Menimcha tokeni eskirdi yoki nimadir shunaqa narsa bo'ldi. O'shaning uchun bizda yana boshqa variant bor. Boshqa variant mana buni ko'chirishimiz mumkin. Yana urinib ko'ramiz. Yana urinib ko'raman, посмотрим. Опа, ketdi уже. Все. 17 minut, 15 minut, 13 minut. Qani ko'ramiz qaysi biri tez sketch bo'ladi. Mana 10 minut o'tdi bu. Mana bu 9 minut o'tdi. Ko'rasizlarmi? Bu anchagina tezroq sketch qilib beradi. Nariga qarang. Hatto ikkalovi hozir parallel sketch qilishni boshladi. Ikkalovi. Mana уже ko'payib ketaveradi. Chunki bu уже mana sekinlashib ketdi. Buni biz cancel qilishimiz ham mumkin. Endi mana buni vaqt kamayish kerak. Chunki bu yerda skorost oshishi kerak. Mana 6 minut, 5 minut kamayib ketadi уже. Kattalashmaskan. Tak, bu sketch qotgan paytida nima qilishimiz mumkin? Ha, bu sketch qotgan paytda biz tepada bergan оформленияларni qo'yib yuborishimiz mumkin. Tak, edit comments. Commentsda mana slashlarni olib tashlash kerak. Komandalarni yaratayotgan paytda comments bu botga kirganinglarda mana bu yerda chiqadigan komandalar. Ko'rasan? Endi yana nima bor bizda? Bizda bor name kerak emas. Блин. Ладно. About. Angliyskada beribdi, fixing. Angliyskada bosib turamiz пока. Asosiysi sizlar qanaqa qilib yaratilayotganini ko'rasizlar. Description. Juda ham oson. Sразу mana shu o'zida description bosaman. Ketdi. Nima qoldi bizda? Bot picture, privacy policy, description picture. Bot picture ga menda bor edi. Bot picture ga rasmlarim qayerdadir bor edi menda. Trash ekan. Mana tezlashmasam. Ha, mana bot picture. Все, endi bot tekshirib ko'raman. Qolgani menga uncha важный emas. Botga kirganimda mana buni bitta clear qilsam, menga mana ma'lumotlar bilan chiqib turadi. Описание ham bor, rasmiy ham bor va komandalari ham bor. Qaraymiz, 3 minut qoldi. 3 minut. Консилиар, все, значит, kelib tushish kerak. И install 7B instruct. Значит, joylashadi. Так, pastga tushamiz. Informatsiyani nimasini to'ldirib oldik. New edition main PyScript again. Так. Struktura anaqa bo'lishi kerak edi. Bizda struktura hozir примерно shunaqa. Mana area 2 oxirida yig'ib bitta qilib berish kerak bizga. 2 minut qoldi. Xullas mana shunaqa qilib yaratiladi bot. Shu yerda yana bitta zo'r yana bitta live hack etib ketaymi? Buni mayli unutmayman. Boshqa paytda. Ana ChatGPT'ni custom GPT yaratishdan tashqari ChatGPT'ni o'zini customize qilsa bo'lar ekan. O'ziga bir instruksiya berib qo'ysanglar bo'ladi. Tipa sen har doim aniq
100% aniq informatsiyani berasan. San agar noto'g'ri yoki shubhali ma'lumot bo'lsa yoki o'zing uvering bo'lmasang, o'sha javobni menga bermaysan deb aytib ketsang, u mana kamroq fantaziyalarni kamroq ishlatar ekanda. Xullas shunaqa qilib konfiguratsiya qilib olsa bo'ladi. O'zingizga moslab olsangiz bo'ladi shunaqa qilib. Agar fantaziya qilishni xohlamasangiz. Bir minut bizada prinsipga hamma narsamiz bor. Buni zapuskatsiya qilgandan keyin mana bu komandalarga keyin sekin qo'shaversak bo'ladi. Keyin qo'shimcha komandalar kontaktni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Keyin faqat o'zbek tilida, rus tilida gapir, mana shunaqa qo'shimcha narsalarni ham qo'shsa bo'ladi keyinchalik. No, asosiysi e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa mana shu bitta fayl hal qiladi. Bitta fayl yozishingiz, ito yozmaysizlar ham buni. Prosta olib kelib bitta fayl yaratib qo'shasizlar bo'ldi. Qolgan hammasida kursga instruksiyalarni bosib bajarib borsanglar bo'ldi. Так, все, generatsiyamiz bo'ldi. Mana bitta putni to'liq ko'rsatamiz. Mistral bir balo deb to'liq ko'rsatamiz. Yana faylimizni run qilamiz. Все, boshladi. Bir marta ishlashni. Так, login botdi endi. O'zini pamyatiga operativkalik ochib bir balolarni joylab oladi. Keyin bemalol ishlayverishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha bu уже tayyor. Endi salom deb so'rab ko'ramiz. Terminalda qarab turamiz. Nima using fallback chat format Llama 2 model ishlatyapti. Runtime warning detected duplicate leading as in prompt. This will likely reduce response quality. So removing it. Ishlatilgan optimum nima uchun qo'ygan o'zi buni? Instruksiya-ku bu. Sizga mana kerak emas. Qani javob kutamiz hali ham. Bu kodni to'xtatish kerak emas, chunki bu warning. Prям error bo'lsa, u to'xtatadi kodni, warning to'xtatish kerak emas. Mana o'zi ishlab ketdi. Tokenlarni ko'rsatdi, qancha oldi. Salom. How can I access it today? Shalom. Yevrey deb o'yladim. Network. Trump qancha puli borligini so'rayman. Bu juda ham sekin ishlayapti, chunki model og'irroq model. O'zimning kompyuterimda ishlayapti. Обычно chatbotlar ular dahshatli katta kompyuterlarda ishlashadi. Bu kompyuterlarda emas. I'm not aware of any personal wealth figures for me as I am. Mayli. O'zbekcha bilasanmi? Llama 2 juda ham to'poy model. To'poy model hozirgilarga taqqoslaganda ancha to'poy model. 3 yoki 4 ni ola olmaymiz Lamani, chunki ular juda ham og'ir, juda ham qiyin ishlaydi. Kompyuterda GPU bo'lishi kerak. GPU, video karta. O'zbekcha biling va sona qilish sifat mana. Sifatga. Tak, yana nima so'rasak bo'ladi masalan? Can you solve math problems deb ko'ramiz. Inglizchada so'rab ko'rsa, menimcha yaxshiroq javob bersa kerak, aqlliroq. Все, ko'rsatdi, nima bo'tdi? Matematikadan misollar ishlay olaysanmi? Problemalarni hal qila olaysanmi? Voy. Matematika. Yes, I can help you solve math problems. What specific problem are you working? Tak, mayli. Qilib bera olaman dedi. No, asosan ingliz tilida. Endi ruschada sinab ko'ramiz, ruschada. Nima deb so'rasak bo'ladi masalan? Сколько тебе лет deb qo'yaman.
Qani, aytadimi? Я родился 25 мая 23 года. Soat. Soat nima deganini bilmadim, но lekin родился tug'ilgan. Скорее всего, bu modelni запуск qilishgan vaqtini aytishyapti. Когда тебя уберут вообще, deb qo'yaman. Вообще. Bunga rasm обработка qo'shsanglar ham bo'ladi. Keyincha. Хотя menimcha u faqat chat bilan ishlaydi lama. Bu sekin ishlashga misol, sekin ishlaydigan, lekin o'zingizlarning kompyuteringizda ishlaydigan, to'liq o'zingizlarning kontrolingizda bo'lgan AI chatbot bu. Mana shunaqa sekinroq ishlaydi. Endi kuchliroq kompyuter bo'lsa yoki video kartasi bor kuchliroq kompyuter bo'lsa, unda bemalol oson ishlaydi. Ancha tez ishlaydi bundan ham. Hozircha bizda bori shunaqa tormoz ishlaydi. Endi shunga sabr qilib o'tiramiz. Qarab. Конечно, я не могу быть убран, но я что-то bizni anaqani chopamiz menimcha. Bizni menimcha promptni yarmidan chopamiz. Response and polling view. Choice no text strip. No text strip qattiqning. Text reply. Strip qilish kerak emas menimcha. My text. Давай tekshirib ko'ramiz yana. Opa. Yana tekshirib ko'ramiz. Когда тебе уберут вообще. Yana shu savolni berib ko'ramiz va javobni kutamiz. Using for chat format. Biz hozir mana tanladik-ku. Tak, yetti instruct tutor 0 km. Har biri nimadir bildirsa kerak buni. It was Llama CPP 1 year ago. Короче, shuna balki kattarog'ini tanlasak, balki yaxshiroq ishlaydi. Aqlliroq, если вы имеете в виду снег, то это него baribir chopadi. I think responses are cutting. Bilmayman, to'g'ri yozdim yo'qmi? Ingliz tilini zo'r biladiganlar men ustimdan kulmaysizlar degan umiddaman. Chunki men menga tushuntirdim. Biling, ko'rsatilgan ekan-ku, bitta Max token. Yo'q, ko'rsatilmagan ekan. Tak, yes, space in your response model getting likely to limit token generate. Tak. Demak, bunga Max token qo'shsa bo'lar ekan demak. Max token 512 deb ko'ramiz va yana run qilamiz. Yana run qilib ko'ramiz va yana o'sha savolni berib qo'yamiz. Va yana kutamiz. Javobni kutamiz. Opa. Так, если имеете в виду смерть, то это невозможно, поскольку я не имею физического тела. Я существую только в виде программы в компьютере. Xullas, ruscha inglizchada prям zo'r ishlaydi. Maza qilib, prям o'zingizlarning serveringizga qo'yib, chatbot qilib, open source qilib, просто ishlatib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu prям maza qilib ishlatasizlar.
Mana и все. Serverga qo'yish ham qiyin emas buni. Serverga ham xuddi shu etaplar bilan birorta Ubuntu server bo'lsa, o'sha server ichida xuddi shu etaplar bilan qilasizlar. Yoki mana bitta boshidagi promptda, men aytgan promptda, mana bitta Mac M1 Pro emas, Ubuntu server yoki Linux server, CentOS server, xullas qanaqa server bo'lsa yozasizlar. Step by step guide me deb yozsanglar ham bo'ladi. Buni общий bitta qilib qaranglar. Mana shu sizlarga hozir yana zo'r narsa aytaman. Give me prompt to instruct all above. To new chat or yoki new GPT chat. GTPT chat. Give me prompt to instruct all above. Короче, you are my AI coding. I'm building Instagram AI assistant on my MacBook Pro. Download, set up. Все. Ko'rasizlar, mana sizlarga to'liq prompt. Mana shuni men olaman-da. From now on, assist me like tag shorter deyman for Telegram post deyman. Qisqaroq qilib olib. Xohlasanglar to'lig'ini ham beraman. Keyinchalik kommentariyadami kerak bo'lsa so'rasanglar, to'lig'ini ham beraman. Men lekin hozir postga maksimalni qisqaroq qilib ko'rsataman. Build your assistant using DM Блин. I want share prompt to use. Mana prompt, bu prompt nima? Uni saqlab qo'yaman-da, keyin sizlarga yuboraman. Shu bilan instruksiyamiz tamom. Mana ham o'zingizga kichkinagina ma'lumot qolsanglar bo'ladi. Make useful normal instruction and life hack format. Chiroyli qilib berib qo'yaman. Buni ham tashlab beraman sizlarga. Men o'zim qanaqa steplar bilan, qanaqa shaglar bilan qilganim. Bu faza orqali bot yarating. New bot yozing, username qo'ying, bot token, bot oching, bot sozlash uchun prompt yuboring, GPT source bot. Modelni yuklab oling, so'ng joylashgan papkaga ko'chiring. Voy. Juda kattalashtirib yubordi bu. Короче, agar sizlarga kerak bo'lsa, men shuni ham hammasini tashlab beraman. Faqat kommentariyada yoki boshqa biror joyda so'raysizlar. Buni men просто bunday qilib shu yerda qoldiraman hozircha. Sizlarga men promptni beraman. Kerak bo'lsa qolganini ham so'rasanglar kommentariyada beraman. И все, shu bilan ertagimizga yakun yasaymiz.